Mana biz Go'ri Amir maqbarasida turibmiz. Bu Go'ri Amir bu Temuriylarda bunday aytganda qo'yilgan joy qabristonida. Qabristoni. Hozir sizlarga ko'rsataman. Hozir bu birinchidagi qabr bu Mirsaid Baraka. Amir Temurning ustozi bo'ldi. Amir Temur bo'lishiga sababchi eng ulug' ustozi Mirsaid Barakani qabri. Eng birinchi katta. Amir Temur qancha urushlarda g'alaba qozongan bo'lsa, o'zining ustozini maslahatlari bilan, shu ko'rsatgan военный taktikalari bilan shu darajaga yetgan Amir Temur. Keyin Mirsaid Baraka o'lgandan keyin Amir Temur o'zining bolalariga vasiyat qiladi. Agar men o'lib qolsam, ustozimni oldiga qo'yg'ular deb vasiyat qiladi Amir Temur. Keyin Amir Temur 1405-yil Xitoyga bo'lgan yurishda hali Xitoyga yetib bora olmay yo'lda vafot etib qoladi. Juda ham sovuq bo'ladi o'sha yillari. 1405-yil Xitoy chegarasida hozirgi Qozog'iston territoriyalari to'g'ri kelib, o'sha yerlarda o'lgan. Keyin Amir Temurning o'ligini olib kelishadi. Kelgandagi qora rangdagi Amir Temurning qabri bor. Buni yonidagi Mironshoh bolasi bo'lsa kerak. Mironshoh Amir Temur 4 ta bolasi bo'lganda, 4 ta bolasi, 3 ta qizi, 2 ta qizi bor. Ammo chap tomondagi Shohrux Mirzo, uning kichkina bolasi. Amir Temurning 4 ta bolasi bor. Eng katta bolasi Shoh Jahongir Mirzo, Mironshoh, Umar Shayx, Shohrux Mirzo. 4 ta bolasi bor. 2 ta qizi bor. Qizlarini esimdan chiqdi, qizlarni. Ular Amir Temurning o'ng tomondagi Mironshoh bolasi va chap tomondagi Shohrux Mirzo bolasi eng kichkina bolasi. Va Amir Temurning put tomonidagi bu Mirzo Ulug'bek. Shohruxning bolasi bo'ladi. Buni Saroy Mulk xonim Amir Temurning xotini Saroy Mulk xonim. Shohruxning katta qizi. Yoshligidan. Bu da shunday Temuriylarning qabri shunday. Bu Amir Temur 27 ta mamlakatda bir qilgan. Buning ichida u Gruziya, buyog'i Turkiya 27 ta mamlakatda xullas. Bitta Amir Temur bosa olgan. 27 ta mamlakat. Oqquloqlar ham kerak bo'lsa tiz cho'kkan Amir Temur. Bu kerak bo'lsa-chi bu Usmoniylar imperiyasini ham ag'darib o'rgan bu Amir Temur bobomiz bo'ldi. Usmoniylar imperiyasi ash paytda Yildirim Boyazid bo'lgan podshoh. Yildirim Boyazid bu Amir Temurni to'g'itmay o'zicha. Qo'y Yildirim desa, qari to'nka deb xat yozadi Amir Temurga. Agar urushga kelsang, kim urushga kelmay qo'ysa, xotinlari ushtaloq deydi. Keyin Amir Temur u gapni ko'tara olmay, hozirgi Turkiyaning Sivas degan joyiga boradi. O'zini yurtida o'zini pachag'ini chiqarib beradi. Shu Yildirim Boyazid. O'zini anaqaga olib, Yildirimda planga olib, Amir Temurning qo'lida bir haftacha yashaydi, keyin o'zini o'zi o'ldiradi. Bunaqa sharmandachilikka chidamaydi Yildirim Boyazid. Shu Amir Temur juda kuchli odam bo'lgan. Bu To'xtamishda yutgan. Xullas buyuk bir imperiya bo'lganda, kerak bo'lsa Konstantinopolda ham fath qilsa bo'ladida, unga nimagadir men ham hayronman, nimaga uchun Konstantinopolga yurish qilgan Amir Temur bobomiz deydi-da. Shu
Amir Temurdan keyin Muhammad Mirzoga taxtni topshirib ketgan. Amir Temur men o'lgandan keyin ashi bo'lsin deb. Lekin Amir Temur 1405-yil o'lgandan keyin taxt talashish urushlari bo'lgan. Nevaralari, o'zini bolalari bo'lib aralashib urushish bo'lgan. Urush bo'lganda bu yerda Shohrux Mirzo yutib chiqqan akalarini. Shohrux Mirzo o'nta akalarini yutib chiqqan. Shohrux Mirzo otasidan keyin 40 yil taxtni boshqargan. 40 yil. Shohrux Mirzodan keyin bolasi Ulug'bek, Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bekka qoladi taxt. Mirzo Ulug'bekning bolasi Abdulatif, Abdulaziz degan ikkita bolasi bo'ladi. Abdulatif o'zini otasini Ulug'bekni o'ldiradi, taxtni talashib. O'ldiradi-da otasidan keyin taxtga o'tiradi. Uzog'i 6 oy taxtga o'tiradi. 6 oydan keyin Mirzo Ulug'bekning shogirdlari, o'quvchilari bu Abdulatif la'natini ham o'ldiradi. Bu Padar la'natda ham otasini o'ldirgan shu Padarkush degan nom oladi. Shuni taxtdan keyin 6 oydan keyin buni ham o'ldirib o'ladi. Abdulatifdan keyin Abdulatifning pochchasi o'tiradi bu taxtga. Buni Abdulloh degan bola bor. U ham hech qancha o'tmay u ham taxtdan ag'dardi. Xullas Amir Temurdan keyin taxtlar talashishi juda ham kuchayib ketdi. Taxt talashib, ota bolaga qarshi, bola otaga qarshi juda ham taxtlar talashdi. Keyin oxirida Bobur Mirzoga qoladi taxt. Bobur Mirzo. Miron shohning bolasi Bobur Mirzo. Bu Temuriylar 150 yil taxtni boshqaradi. 150 yildan keyin Shayboniylar bostirib keladi. Shayboniylar bu taxt. Temuriylarni Shayboniylar ag'daradi-da. Ag'dargandan keyin Bobur Mirzo Hindistonga qochib o'tadi. Shoh Muhammad Shayboniy Misr podshohi Shoh Ismoil Saqafiyga urushamiz deb ularga anaqa tashlaydi, viza tashlaydi. Shoh Ismoil Muhammad Shayboniyni o'ldirib, kalla suyagidan chini yasab turib, aroq qilib ichadi. Ular taxtlar talash juda kuchayib ketdi. Shayboniylardan keyin bu Navoron nahriga, Samarqandga Ashtarxoniylar keladi. Ashtarxoniylar o'tdi. Xullas taxt shunday bo'lib, Samoniylar shunday bo'lib kelishdi. Amir Temurni eng yaxshi ko'rgan xotini bu Saroy Mulk xonim. Chunki bu Saroy Mulk xonim podshohning qizi bo'ladi. Qozonxonning qizi bo'ladi. Shuning uchun Temur Ko'ragoni deydi. Ko'ragoni degani bu podshohning qizini olib, ham o'zi ham podshoh bo'lsa Ko'ragoni degan nom beriladi. Mirzo Ulug'bek ham Ko'ragoni. O'zi podshoh, bek podshohning qizini olsa, shunaqa lavozim beriladi. Meni bilganlarim shu. Bu Amir Temurni 1939-yili Stalin paytida, Stalin ham tarixni yaxshi bilganda, bu qabrni ochib ko'rish deb buyruq beradi. Stalin 1939-yil Amir Temurning qabri ochiladi. Ochilgandan keyin ko'rishadi, ashunda shakllab boyagi rasmini, hozirgi bizdagi rasmini ash paytda shakllashgan. Yuzi mana ekan, hozirgi fotorobotda qo'yib shunda shakllashgan. Anan ash rasm kelib chiqqan. Bu rasm haqiqatan ham ash Amir Temur. Bu Temuriylarning qabri shu. Amir Temurnikini ochgan, Mirzo Ulug'beknikini ochgan, Said Barakanikini ochmagan. Said Baraka bu Amir Temurning ustozi bo'ladi, eng boshida. Bu yerda shu hammasi yotganlar Temuriylar. Abu Said Barakadan boshqa hammasi Temuriylar bo'ladi.
Hozir yana hayajon bo'lib ko'p narsa esimga kelmaydi. Farq shu. Amir Temur bu Temuriylar imperiyasiga Amir Temur asos solganda, keyin bolalari talashib, taxt yomon narsa ekanda, talashib shu harakatga olib yo'qolib ketishgan. Bobur Mirzoga qolganda oxirida Temuriylarni imperiyasini ushlab, Zahiriddin Muhammad Bobur ushlab qo'ygan, Shayboniyga kuchi yetmay, Shayboniyga yaxshi anaqalar tuzum urishbaylik degan maqsadda bu Shayboniyga Bobur Mirzo o'zini ejasini beradi. Turmushga. Xonzoda begimni beradi. Xonzoda begimdan Muhammad Shayboniy bitta o'g'il ko'radi. Oti Pir Muhammad. Xullas, bitta shahzoda tug'iladi-da, otini ismini chiqaradi. Bitta shahzoda tug'iladi. Ular shunday bo'lib ketishdi. Tarix shunday. Ko'p narsa esimga kelmaydi. Qachon